Toyota Yaris. Hozir sizlar bilan Toyota Yaris'ni diagnostika qilamiz. Birinchi bunda motor lampochkasi yonyapti, abiz lampochkasi ham bor. Motor lampochkasi ham yonib qolyapti. Hozir mana shuni, mana motor lampochkasi ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana. Hozir sizlar bilan buni o'chiramiz va nimadan xatoligini topamiz. To'g'ri qo'ydik. Bilasizlar, Toyota Osiyo mashinasi bilan Osiyoga bosamiz. Tata degan mashina bor bunda. Toyota bosamiz. VIN nomer, shassi nomerini izlayapti. Yapon modeli bor, Yevropa uchun chiqarilgan model bor. Biz Yevropada bo'lganimiz uchun Yevropa modelini tanlaymiz. 2017-oyda chiqqan, to'g'ri. Mana Toyota Yaris 2010 chiqarib keldi. Okey deb bosamiz. Express diagnostikani bosamiz. Yani tezroq xatolarni o'qiydigan modda bosamiz. Tezroq chiqarib keladi shunda. Xo'sh. Bunda nima xato? Motor eshikdan bitta xato chiqaryapti. Buni ko'ramiz hozir nima xatoligini. Bu bank sensor deyapti. Bu ko'pincha gulshi tilda nima deydi? Mana kollektordan chiqayotgandagi sensor hisoblanadi. Men videoda hozir ko'rsatib o'taman qaysiligini. Yana ABSda 4 ta xato bor deyapti. Biz hozircha ABSga qaramaymiz, chunki ABSda o'zi ishi bor, uni qilganimiz yo'q. Endi hozir aniqman bitta. Mana shuni saqlanib qilib qo'yib qilsa ham bo'ladi. Sen print qilsa ham bo'ladi, ya'ni printerdan chiqarsa ham bo'ladi. Men QR kod tanlayman. Hozir videoni o'chirib turib, uni skaner qilib, hozir QR kod tayyorlab beradi bizga. Skaner qilib, sketch qilishim kerak o'zimga buni. Hozir yana shu videoning davomi. Xo'sh, hozir bizga kompyuter mana bu narsani so'rayapti. Aytayapti. Mana shu narsa, mana shu sensor ishlamayapti deyapti. Danli moment shu kod mana shuni yechib almashtirish kerak. Bu aslida motordan kelayotgan chiqayotgan anavni havoni bosimini o'lchaydi, keyin anavini o'lchaydi. Nima deydi? Kelayotgan havoni benzin bilan aralashib chiqyaptimi, yo'qmi? Yo'qmi? Shuni o'lchaydigan sensor. Endi lifehack bo'lsin aytib qo'yapman. Endi sizlar bilan buni mana radarni bosamiz, ya'ni o'chirishda. O'zimiz sizlarga o'rganda o'chirishda, ya'ni o'chirish kerakmi? O'chiramiz. Mana o'chirib chiqyapti. Radar. Abizda 3 ta xato qoldi. Buni egasi qildirgani yo'q, ya'ni bu xatoni aniq bilamiz, lekin nima deydi? Lekin abiz tormozni o'zi ishlayapti. Ya'ni problema yo'q, faqat svit o'chmayapti. Bo'ldi, mana o'chirib chiqdik. Noldan chiqamiz, tashqariga chiqib ketishni bosamiz, yana chiqib ketilgan narsa bo'limiga. Shunday qaramiz, o'chirib. Mana qarib ko'rsalar, motor lampochka o'chdi. Bo'ldi, bizning ishimiz tugadi hozircha. Endi boshqa joylarni xatoni qildirmoqchi bo'lsa egasi aytsa, tuzatib almashtirib beramiz. Bo'ldi.